Bo'ldi, miyamga chuqurmagan. Bizaga bog' tashlating, e'tibor bering unda. Har keraklilik qilma. Ayol kishiga har doim pul, boylik kerak emas. 2 dona shirin so'z. Yaxshiyam borsan deb peshonasidan bitta o'p qo'ying. Siz uchun borini bermaydimi? Beradi. Urush ochildimi deyman-da. Onajonisi faqat ayolni oppoq bo'ladi degan emas. Hozir. Ayollarga mehr kerak deymiz-ku. Aslida bizdan ko'ra ko'proq erkaklar mehrga muhtoj. Biz ayollar hissiyotlarimizni dod faryodlarimiz orqali chiqarib yuboramiz, lekin erkak bo'lishga majbur.